Tramp Hindiston va AQSh yaqin orada savdoga kirishiga ishonadi. Menga sizning bosh vaziringiz juda yoqadi. Biz kelishuvga erishamiz, chunki sizning bosh vaziringiz menga juda yoqadi, dedi janob Tramp payshanba kuni Oq uyda jurnalistlarga. U mening yaxshi do'stim. Biz yaxshi munosabatdamiz va biz kelishuvga erishamiz. Uning izohlari bosh muzokarachi Brendan Linch boshchiligidagi AQSh delegatsiyasi shu hafta Dehlida muvaqqat savdo bitimini yakunlash uchun bir necha kunlik muzokaralar o'tkazganidan keyin keldi. Hindiston savdo vazirligi muzokaralar hamkorlik va pragmatizm ruhi bilan kechganini va tomonlar o'zaro manfaatli savdo bitimiga erishish tarafdori ekanini aytdi. Amerika delegatsiyasi hali Dehlida ekan. Washington 50 dan ortiq mamlakatlar, jumladan Hindiston, Avstraliya, Lotin Amerikasi va Karib havzasidagi noroziliklar, saylovlar, Jahon Kubogi yordami va boshqa eng yaxshi fotosuratlar. Mexikoda o'qituvchilar maoshini oshirishni talab qilishdi. Chilida esa talabalar ta'lim byudjetini qisqartirishga qarshi namoyishlar chog'ida politsiya bilan to'qnash kelishdi. Kolumbiyaliklar prezidentlik saylovlarining birinchi bosqichida ovoz berishdi. Peruliklar esa ikkinchi bosqichga tayyorgarlik ko'rdi. Meksika futbol bo'yicha 2026-yilgi jahon chempionatiga mezbonlik qilishga tayyor. Nima uchun AQSh Kolumbiya saylovlariga shunchalik sarmoya kiritilmoqda? Al Jazeera muxbiri Xala Al-Shami nima uchun amerikalik amaldorlar De La Espriella muvaffaqiyatiga sarmoya kiritayotganini tushuntirib beradi va bizni xavf-xatarlardan o'tkazadi. Eron urushi jonli. AQSh Eron dronlari urib tushirilganini, radar obyektlariga hujum qilganini aytdi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining xabar berishicha, Isroilning Livanga hujumlari fonida 1,4 million kishi yordamga muhtoj. G'ob palatasi Trumpning urush bo'limi nomini doimiy ravish o'rnatilmoqda. Vakil Ron Jackson, Texas, Vakillar palatasi Qurolli Kuchlar qo'mitasining payshanbaga o'tar kechasi yig'ilishida taklif qilingan 1,5 trillion dollarlik milliy mudofaa ruxsatnomasi to'g'risidagi qonunga tuzatish kiritish orqali ayblovni boshqargan. Urush departamenti nomini qayta tiklash dunyoga shubhasiz signal beradi, dedi Trampning Oq uydagi sobiq shifokori, Politico nashriga ko'ra. To'xtatuvchilik faqat dushmanlar Amerika o'z manfaatlarini ta'minlash uchun kurashishga va g'alaba qozonishga tayyorligiga ishonganida ishlaydi. Jackson, shuningdek, boshqa qonunchilarga AQShning Texas shtatidagi vakili Pat Fallon taklif qilinayotgan yangi nomga ega Pentagon logotipini ko'targanida, ular naqadar go'zal ekanligini ko'rishlari mumkinligini